Salom bolalar, bugun Counter Strike'da o'zini grafik nastroykalarini ko'rib chiqamiz. Bunda hammasi nizaki nastroykalar bo'ladi. Bunda bemalol FPS dan ko'tariladi, ancha 20% gacha ko'tariladi. Undan tashqari birinchi video tashlab o'tilgan fayllardan keyin anchagina kompyuteri ham kuchsiz bo'lishiga qaramasdan ham anchagina baland FPS berishi mumkin. Ammo menda kuchli kompyuter bo'lgani uchun unaqa muammolar bo'lgani yo'q. Mana birinchi bo'lib yuzasida tepadagi nastroykalar ускорение o'tkaziladi. Nima sababdan deganda, unda ham xuddi shunday, ya'ni protsessor yana ham tez ishlashga yordam beradi. Keyingisi hammasi nizaki, faqatgina agar kompyuterlar slab bo'lsa 8x qilib qo'ymaymiz, ya'ni buni 4x qilib qo'yishni maslahat beraman. Keyin yana ko'p kishida turli bo'ladi. Ya'ni bu nima sababdan internetim kuchli bo'lsa ham tushib ketyapti degan savollarga mana o'sha internet, ya'ni MS ni pasaytirib qo'ysangiz bemalol tushadi. Keyingisi hozir yangilanishdan keyin ya'ni AWPdagi spraylar anchagina kattarib ketgan. Xuddi o'sha narsani nastroykasi ham aynan turibdi. Agar sizlarga ham shunaqa narsalar kelayotgan bo'lsa, videoni tezlashtirilgan, shu sababdan ham o'zlaringiz asallashtirib ko'ra olasizlar. Bundan keyingi videolarda esa, ya'ni video kartani nastroyka qilishda eng muhimi video karta o'zi hisoblanadi. O'sha nastroyka qilishni ko'rib o'tamiz.